Assalomu alaykum hammaga. Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Juda ham qiziq bo'ladi. Bugun konkurs navbati o'rtoqli Telegram kanalida, bilasizlar, biz har kuni Cherezdin konkurs o'tkazyapmiz. Bir kun YouTube kanalida, bir kun Telegram kanalida. Kecha YouTube kanalida o'tkazdik, bugun Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal silkasini men video opsiyasida va zakreploni kommentariyada qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda o'rtoqlar hozirda Trend kanaliga mana shu Startup Plus saytida pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qo'limdan kelgancha saytni sizlarga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Sayt silkasini men Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Xo'p, saytda pul ishlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi registratsiya bo'limini ustiga bosasizlar. Bu yerda login, email, parolni takrorlaysiz va mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bosib qo'ysanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p o'rtoqlar, bu bizning glavniy o'yinimiz hisoblanadi. Bu yerda o'rtoqlar balanslaringni ko'rib turasizlar. Bu yerda qancha pul kiritgansizlar, qancha pul chiqargansizlar, hammasini bu o'yin orqali ko'rib tursanglar bo'ladi. Hozirda bizning balansimizda 1859 rubl pulimiz bor. Mana shu pullarni sizlar bilan video davomida chiqarib olishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Bu yerda menu bo'limi bor, ustiga bosasizlar. Bizda 8 ta bo'limi mavjud. Birinchi bo'lim пополнить bo'limi, ustiga bosasizlar. Bu yerdan Vibrat planni ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana bu planlarga sarmoya kiritgan holatda biz saytda oddiygina pul ishlab borishimiz mumkin. Eng arzon planning narxi 100 rubl turadi va bizga 55 soatning ichida 137% pulimizni ko'paytirib berar ekan. Bu yerda plan 2 bor, bu yerda plan 3 bor. Plan 3 ning narxi 950 rubl turar ekan va bizga 55 soatning ichida 150% pulimizni ko'paytirib berishni aytmoqda. Bu yerda plan 4 bor. Plan 4 ning narxi 2000 rubl turadi va bizga 50 soatning ichida 160% pulimizni ko'paytirib beradi. Bu yerda plan 5 bor. Plan 5 ning narxi 5000 rubl turadi. Bu yerda boshqa planlar bor. Qolganlari bilan o'rtoqlar o'zlaringiz tanishib olasizlar. Biz oxirgi marta plan 4 ga sarmoya kiritganmiz 2000 rubl. Menimcha o'rtoqlar u zakrit bo'lgan, ya'ni yopilgan, uje aktivi tugagan, 3 kun bo'lgan. Bu yerda hozir depozit bo'limi orqali sizlar bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana o'rtoqlar 5-kuni kiritilgan 1950 rubl, 7-kuni zakrit bo'lgan, ya'ni muddati tugagan. Va o'rtoqlar bu 1950 rubl bizga 2 kun ichida 1000 rubl, 1100 rubl foyda keltirgan. Undan oldin o'rtoqlar 2000 rubl sarmoya qilganmiz. Общий o'rtoqlar 13000 mi, 14000 mi pul kiritilgan saytga. Chiqarilgan 25000, 24000 rubl pul chiqarilgan o'rtoqlar. Xo'p, hammaga menimcha tushunarli bo'ldi. Xuddi shu planlarga sarmoya kiritgan holatda biz saytda pul ishlab borishimiz mumkin. Qanday qilib pul kiritamiz? Masalan, sizlar plan 4 ga kiritmoqchisizlar, plan 4 ni ustiga bosasizlar. Bu yerdan Payrni ustiga bosasizlar, bu yerga 2000 rubl kiritasizlar. Ya'ni plan 4 ning narxi 2000 rubl kiritasizlar. Mana bu yerga sizlarga hisoblab beradi. Agarda 2000 rubl kiritadigan bo'lsangiz, sizlarga 3200 rubl qilib berar ekan. Ya'ni 1200 rubl foydasi bilan. Har 8 minutda hisoblaringga 8 rubl qo'shilib turar ekan. Bu yerda delay degan tugmani ustiga bosib ketaverasiz, sizlarga qizil bilan ko'rsatilgan Payer ID beradi. O'shanga tashlaysizlar bo'ldi. Juda ham oddiy o'rtoqlar. Hamma videolarni men Special Money Telegram kanaliga yuklab qo'yganman. Bemalol o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Qanday qilib pul kiritish, pul chiqarish hammasi bor o'rtoqlar Telegram kanalimizda. Xo'p, menimcha o'rtoqlar pul kiritish muammo emas. Endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarish uchun bu yerdan Viva sredствani ustiga bosib qoldirasizlar. Birinchi navbatda hamma настройка bo'limiga o'tib, mana bu yerdagi настройка bo'limiga o'tib, hamyonni ulab olish kerak. Masalan, men hozir Payer hamyonni ulab olganman, chunki menga nima deydi, Payer qulay. Xohlagan bir hamyonni kiritasizlar va mana bu yerdagi сохранить degan tugmani ustiga bossanglar, сохранить qilib qo'yadi. Va yana Viva sredствani bo'limiga qaytamiz. Bu yerdan Payerni tanlaymiz. Mana bu yerga hozir qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summamizni kiritishimiz kerak. Mana hozir hisobimda 1859 rubl pulimiz bor. Xo'p, 1859 yozamiz. Va mana bu yerdagi Viva degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Undan oldin Payer hamyonimizga o'tib, necha rubl borligini ko'rib olamiz. Hozirda Payerimizda 8896 rubl pulimiz bor. Saytga qaytamiz va mana bu yerdagi Viva degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Ozroq kutamiz. Tak, ошибка set yangila deyapti. Tak, uzr o'rtoqlar, boshqatdan Viva degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Internetda xato bo'ladigan bo'lsa ham отказ beradi. Mana o'rtoqlar. Выплата успешно подтверждение. Уже bizning pullarimizni momentalniy sayt to'lab berdi. Payer hamyonimizga o'tamiz. Bir marta yangilaymiz. Mana o'rtoqlar 2755 rublga o'zgardi. Istoriya bo'limiga o'tsaylik, mana 1859 rubl
Startup Plus saytidan yetib keldi. Xo'p, pastroqqa tushsanglar o'rtalar istorani ko'rib borsanglar bo'ladi. Bundan oldin o'rtalar 1784 rubl pul chiqargan ekanmiz, undan oldin 870, undan oldin 3169 rubl pul ichgan ekanmiz. Общий pul qancha pul ichganlaringni profil bo'limidan kuzatib borsanglar bo'ladi. Mana o'rtalar 12.000 rubl sarmoya kiritilgan va 25.000 rubl pul chiqarilgan. Ya'ni bu o'rtalar dollarda hisoblaganda примерно bir 300 dollarga teng bo'ladi. Xo'p, menimcha o'rtalar to'liq tushuntirib berishga harakat qildim. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash, hammasi tushunarli bo'lsa, men sayt silkasini Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin. Xo'p, jigarlarim, men sizlarga o'zimni Special Money Telegram kanalimni tanishtirib o'taman. Tezda o'tib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. O'sha qisqa fursatning ichida 257 ta obunachi yig'ib qo'ydik. Hammaga rahmat o'rtoqlar. Xo'p, gapi bilan o'rtoqlar, biz har kuni bu kanalimizda konkurs o'tkazamiz. Hozirlarga ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, yangi videolar, yangi saytlar, yangi programmalar hammasini mana shu Special Money Telegram kanalimga yuklab bormoqdaman. O'sha rekslardan bilsanglar bo'ladi o'rtoqlar, kanal juda ham aktiv. Mana o'rtoqlar, konkurslar bo'lmoqda, bir kunda 2 talab bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi o'rtoqlar. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va zakreploniy kommentariyada bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.